Alloh rozi bo'lsin Mahmud akamiz. Eng yaqin aka deb o'rganib qo'yamiz, o'zi daramizdan katta odam. Eng faxriy futbolistimiz, eng faxriy muxlisimiz, eng faxriy akamiz. Assalomu alaykum hurmatli futbolistlar. Hammanglarga katta rahmat. Shu ukamizga ham shunaqa turnilarni o'tkazib, savob bo'lgan bo'lsin. Hammanglarga katta rahmat. Tomoshabinlarga ham rahmat. Shu ukamizning jamoatiga ham katta rahmat. Shunchalik uyushtirib qo'yganiga hammamizni sababchi bo'lgan Ahmadulloh. Lekin Alloh taolodan bari sababchi. Tinch olasizlar, omadinglar bersin hamisha. Hop, anaqa nominatsiyalarimiz davom etadi. Ichib yo'qotib Hop, Intimol fondi Xayrumdin fondi tomonidan uyushtirilgan Intimolli 2026 kichik futbol bellashini o'tkazuvga eng yaqindan ko'mak ko'rsatganligi uchun G'ulomov G'ulomjon poliyamizga qarab beradigan ukamiz. Qani G'ulomjon? G'ulomjon yo'qmikan? Yuguring. Alloh rozi bo'lsin. Hop, xuddi shunday yana bir ukamiz bor. Haqiqatan juda bu menga bilindi, ko'pchiligiga bilinmagan bo'lishi mumkin. Har bitta o'yindan avval, mendan avval kelib, mana bu yerda ko'p narsani tartiblab turgan o'z asli Perfect komandasini hujumchisi G'ayipov Siroljon ukamizga rahmat aytamiz. Hop, endi nominatsiyalarga o'tamiz akalar. Eng miqti darvozachi, ya'ni kuchli darvozabon menda. Qo'ropazilov Inoyatulloh ukamiz. Ukamiz zo'r o'ynadi. Omad yetishmadi yarim finalda. Hop. Eng miqti qo'rg'ovchi degan nominatsiyamiz bor. O'zi asli biz o'zi asli boshqa bir o'yinchiga bermoqchi edik, lekin ba'zi sabablarga ko'ra bugun kelishmaganligi uchun nominatsiyani o'zgartirdikda To'xtasinov Sardorbekga beradigan bo'ldik. Birodarimiz haqiqatan ko'p kuchini urib tashladi. Hop, endi haligi aytaylik, talashish tortishuvsiz menimcha eng miqti chabulchi Arabboyev Samat akamiz. Alloh rozi bo'lsin. 45-20 akamiz. Gapiravering. Muzikantimizcha chatoq qilmaysizlar. Endi hamma kutgan nominatsiya eng miqti o'yinchi. Haqiqatan darajasi ham, o'yin ko'rsatishi ham haqiqatan hammaga o'rnak bo'ladigan ukamiz. Tabiiyki Abdurahmonov Muhammad Ali. Bismillah. Akalar hammaga yetadigan medal bor. Zaifchilar bor, hamma kelsin. Uydan bo'lsa ham olib kelinglar.
Bering hammasini bo'lmasa. Hop, ikkinchi o'rinda egallagan komanda Rijollar komandasi. Qani akalar, bismillah. Bo'ldi. Nima, proteplomi? Birinchi o'rinda olgan komanda bitta-bitta keldilar, endi sizlarni hali videoga chiroyli chiqinglar. Kelinglar, bismillah. Birinchi diplomni olsalar keyin bitta-bitta medallar taqamiz. Hadi. Sizlarni qo'yganlar ham ko'p bo'ldi aka. Bor zafar. Zafar bor. Chempionlar yo'q qo'ydingmi? Akalar mashalloh deb turamiz. Bugun e'tibor bergan bo'lsanglar, baribir Ali Gabbor opit gapirdi degan gap bor, tajriba gapirdi, lekin Rijollar qarshilik ko'rsatdi, to'g'risini aytinglar. Va o'zim ham unchalik qarshilik kutmadim. Alhamdulillah, chiroyli final bo'ldi. Yaxshi ishladik inshaalloh. Qani endi akalar, bu rasmiy narsa. Xudo xolasa mana shunaqangi tojlar, mana shunaqangi mukofotlar bilan bizlar jannatda kutib tursin akalar, amin deb qo'yinglar. Qani bismillah. Rasmiyatchilik davrida qani. Bismillah. Messiligina. Messiligina. Xo'p, birodarlar, endi oxirgi gapimizni aytamiz. Keyin nima qilamiz? Bitta общий suratga tushadi. Rijollar keyin akalar bilan aralashib bitta rasm tushab qo'yamiz inshaalloh, esdalikka. Akalar, hammanglardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bizdan kamchilik o'tgan bo'lsa, biz o'zimiz xohlab yoki bo'lmasa atang qilmadik. Ancha-muncha kamchilik bo'lgan bo'lsa, bizlar rozi bo'lasizlar. Alloh taolo inshaalloh shunaqangi yaxshilar ustida jamlasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.